Vangyazu, bir sağ tamak ekepti. Yenfana hapsi. Man qarama. İlgiri komendandaki Lilavda meni qamagan. Endi Kompartiya qamadi. Men bu ömrümde hiç qaysisiga yaxshi yo'lanmayla o'tdim ha. Xo'p, bo'g'ay. Akşam kecha hiç kirpik qaqmadim. Men bu akşam kecha hiç kirpik qaqmadim. Men şu sizni o'ldim. Siz-chu meni o'ldingizmi ya? Bu gapga og'zingiz beryaptimda. Adam bu kuniga qaraganda shu yig'i ichidan kulgizmaydan boshqa amal yo'q ekan. Men nima gunoh o'tkazgan bo'g'iydim? Men sizga qarzdor. Peshonam nimancha ta'tirdi. Yenfana hapsi. Sizga yana avarchilik deb berdim. Men o'lay. Men tövbe qildim. Bo'lmasa hozirla tam ustida o'lib olaymi ya? So'ng tam qilin. Ras usamdimi? Mana men rastla usmayapsizmi? So'ng ha? Siz meni terik turibsiz. Ha? men sizga uch. Siz bana rastla uçma. Men tömürga uch. Siz tömür emas. Siz taş, endi azgaldagi badbo'y taş. Og'zingizmi, bo'yningizmi qattiq. Tamg'u usatdingizg'u usini. Bo'ldi qilay. Agar tamni o'rvasam, jo'lanjang meni qechishga uringan demanda. Bu chaqda halim texmi yomon bo'libdi. Bo'ldi. Tamaq yey. Vaycan. Aldırmay yememsiz. Aldırmay yan deysiz o. Siz nimege ahırsınız ha? Adamı korkutup gelimge tamam turip kaldı, tas kaldı. Ko'nglim bek parak keldi. Hammani avorchilik sizga kelib atadi. Qanday qilasiz? Nima qanday qilma? Siz zodi meni tamak yigil qo'yamsiz? Ha? Bunday desangiz meni gelimdan qanday tamak o'tidi. Gapingizni saldirib demamsiz bunday. Sizni aldab qo'ydim. Tamak yey. Hadi yey, ha? Oy, ben qarab birini kulibdim, ha?
Bexatarmi? Bexatar, buningda gap ketmaydi. Ne olgan? Qaytib keldingmi? Apa, men qaytib keldim. Yani kim keldi? Menga doğru yig'ishib bergan bir akam keldi. Sen apanın o'yligini degan eding-ku. Apamning ikki ko'zi ko'rmaydi. U uyda turmasa, nerede turdi? Ha? Ne olgan? Mehmon kelsa, uningga choy demlamay, u yerda turib nima qilyapsan? Acha, men o'g'lingizga dori qaynatishni o'rgatib qo'yapman. Bu dorilarni pokiz yuvib, suzuk suvda qaynatsan, uqdingmi? Ma'qul. Dorini 3 ga bo'lib ichdi. Shunaqmi? Cho'qim vaqti disson. Ma'qul. Apa, ishkilka uyda o'tirgan. Mana kirib ketgan, ha? Kirib ketdi. Ma'qul. Kira. Bir aka, çay içim. Men Wang Cho'qir bilan ko'rishmoqchidim. Qanday qilay? Ha? Bo'lmaydi. Wang Cho'qirni azodlik armiya tutib ketdi. Nima qildi ekan? Jan Taqirboshning rasmini saqlab ekan. Endi u jinini mi saqlab qololmaydi. Men vaqtincha ketmayman. Fursat bo'lsa, uni qutqizib chiqaman. Wang Cho'qir taqqa chiqsalar, Tangdishimo uning bilan birga chiqadi. Shundaq bo'lsa, odamimiz ko'paydi. Bir aka, bugun akşam nerede konuşsiz? Mushiyada qo'naman. Bu yerda bo'lmasmikin? Agar birarsi bilsa, Men xatarga yo'liqsam, seni opamni tugishidi. ma'qul. Emsa kunduzi sirtqa chiqmay ketish. Buni bilaman. Juliancan, kon usulda bo'g'izlamsiz? Amiz qandoq bo'g'izlayman? Bog'lab bo'g'izlam. Bog'lamaymiz. Biz tursanglar hech ketamaydi. Mayli bog'layli, bog'lamayli. Ish qilib, bugun uni bo'g'izlayman. Juliancan, bir pichoqdan jinni ilingchimi? Bir pichoq sursamlar, u tin tatmay o'lidi. O meni o'ltirdi ekan-da. Juliancan, hoy, Janshuji, qaytib keldinglarmi? Ha, yig'in tugidimi? Ha, hoy, cho'chiq so'yapsizlar? Ha, buni so'yib, jangchilarning tamog'ini yaxshilay dedim. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Voy, o'zi qishibdi, tez qo'ymayli. Voy, o'zi qishibdi. Qo'ymayli. Qo'chaq tutayli. Bu yoqqa. Bitirib keldi. Qo'ymayli. Tez bo'linglar. İşçi, dehqon, ziraatdagi zi. Vatan,
Hey Sevaze! Kim o? Sevaze! Aha, Van Miguel. Gel. 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 Ay, Van Miguel, müküşmek oynavatımsız. Aa, müküşmek oynavattım ha. Sel durup, ikimiz müküşmek oynayalım akılma. Hazır kirip, bana şu infonu çağırıp be. Yok, o beni çoşka adaptırladı. Sevaze! Bakıra, hey, ulağı bilen çoğu ben müküşmek oynavattım ha. Sen ulağa, benim bu yerliğini herkes dep koymacım ha. Boması ula beni tep baladı ha. Makul. Bırak. Hey, sen vaza, Van Çokur'unu gördün mü? Aa, gitti. Kes kolayını! Van Miguel. Ula gitti. Oo. Kızlık buldu. Ha? Hey, sen durup işkiniz oynaylı. Hey, Mamaço, şu infonu çağırıp be. Ben sana kamp ip vermem, makul mu? Gepiniz duramsız. Oo, elbette gibimde duruyor ben. Makul. Xiao Yunfeng. Xiao Yunfeng. Ketadigan bo'ldim. Dada ne gitsin? Men Yamaraja deydigan do'stimning uyine boraman. Siz o dostunuz bilan qachon tanışkan? Burun tanışmaydım. Azatlık armiya kelgandan keyin Yamaraja deydigan do'stim meni doim izlab kelyapti. Emisi arlığı yirakmı? Yiroq emas. Avu. Ana, qara, ko'rdingizmi? Shu, shu ko'ringan qabristonlikda. Ha, ras yirak emasken. Yiroq emas. Cho'kantal bayramida yenimga borsangiz, men sizga chiroyli kiyim, nurg'un obda yemeklarni ep beraman. Yenimga bering, ma'qulmi? Yok dada, çok kantalı saklamay yanınızga her günü barıman. Ma'qul. Sizni suyib kelaman. Dada yıkılavatısız go. Ben nada yig'ladim. Yaxshi o'qing, juma. Makul. Bo'ldi. Men ketdim. Ben ketdim. Gidiyorum. Ben dersga kirman. Xo'sh, Tez kolaylı! Tez kolaylı! Van Çokur tutaylı! Van Çokur tutaylı! Tez bul ulan! Tez! Van Çokur tutaylı! Van Çokur tutaylı! Bırak bizdeyi! Van Çokur tutaylı! Van Çokur keçipti de. Ben ok çıkarıp onu kovday. Nerede ok itildi? Yıldırım hapsi. Ne buldunuz? Beni öldürdüken yüz vane gibi anlap kaldım. O beni bağlap öldürdüken, esip öldürdüken. Yani zuhanımını çıkamay bir bıçak bilanla canımdan aladıken. Yıldırım hapsi. Ben sizle bir körüş olay dep geldim.
Siz bilan ko'rishmasam mening ko'zim o'chib ketdi. Yevfon opsi, baribir o'ladiganman. Men mushayadli o'lay. Ha, shu chaqda ruhim mushayad qilib, kunda siz bilan shu Yevfonga hamroh bo'ladi. Juma. Nima qilasiz? Ben sizga choshqon doğrusu aytmagan qo'y. Shu doğru deb chiqay. Hey! Yevfon opsi, choshqon doğrusu. Bak, ber, ekran. Yo'q. Ekran. Yo'q. Ekran. Yevfon opsi, ekran. Ben ölümlü tüküşey. Bana bering, ben ölümlü tüküşey. O'lsangiz bo'lmaydi. Yevfon opsi, siz bunday degan bilan yuzma meni hargiz to'y qo'ymaydi. Ekran. Bilmayman. Yevfon opsi, ekran deyman. Bilmayman. Jim turing. Qo'lingizni og'ir etmang, ha? Qo'lingizni iching. Ich. Qo'lingizni iching, davatime. Iching. Yevfon opsi. Yevfon opsi turing. Akilım. Yevfon opsi, talashmang. Talashmang degani talashmang. Ha? Talashmang kimlar yili? Kimlar yili bugun kunda shu Yevfon ichganlar. Bana atab ko'proq qog'oz pul ko'taringlar. Yevfon opsi talashmang. Akilım. Talashmang degani kel. Oyazo, rost bu yetgansa. Şavlio, ben rast kaçmadım cuma, ha? Ben Yevfon'un opsi bilan shu Yevfon'u ko'rib o'lay dedim shu. Kimsini o'ltiramiz debdi? Siz beni aldımang. Beni aldımang. Bilemen. Bana ölümden başka yol yok. Boyozo. Nima o'yin o'ynayapsiz? Yaxshi. 장당이 käginiz bek köpten boldu. Bilemen. Siz bugün mening jinimni olib keldingiz. Bo'ldi. Başka gap ne deb yurmang. Desammi baribir foydasi yo'q. Sizning nazaringizda men Wang Yaozu eski odam. Dadingizni o'ltirgan qotil. Siz menga qo'l tekkizib yurmang. İşte men o'zimni tutiray. Yüzü var siz mi benim ölüşümde qalaysiz? Ayni chaqda sizni askarlikka ras men tutib bergan. Shu chaqda yuqoridan shunday buyruq tushsa, menda nima amal bor deysiz? Lo atraf boshlig'i keyin xotin bolangizni o'ltirman deganda men ularni rastil qutqizib olgan desam, gapimga faqat ishonmadingiz. Adam ölüş oldida rast gap qiladi. İşinamsiz, ishonmamsiz, ixtiyoringiz. Yana sanlama, ey, pandimchak, sana ikkingiz gap qilib olay. Ha? Hey, ilgiri men Wang Yaozu Lu atraf boshlig'i bilan Lilodaning ishdi. Sen mening kenimni so'kilib suydigan mening ishtim eding. Sen endi bugün kuni kelganda, odam siyoqiga kirib olding. Odam siyoqiga kirib olsangmi, sen yana bir lalmi it. Bilaman, sen bana jankesh qilyapsan. Men u dunyoga ketsam-mi, yana sana chaplashib olaman. Sana chaplashib olib, oqshimi seni hargiz uxlatmayman. Uxlasam-mi tushingga kirib olaman. Esingda bo'lib qolsin, aman bir kuni ko'rib ketayotganda beshin qilib daryoga tushib ketib o'lasan. O'lmagan taqdirda bu mey bo'lib qolasan. U haromli pandimchak. Yevfon opsi. Ko'nglimda gapning hammani davoldim. Shu Yevfon ishqinglar bundan keyin obdan turmush kechiringlar. Makatim. Yo'q. Nima yapsiz? Mening yiginim choshqon doğrusu. To'tala! Yıkın Kemal'a. Yıkın Kemal'a. Ben bunun üstünü varım ben. Su akil Allah. Ne dur lan? Canına koy.
Telefonun hafızının sizni qutqizuvraganligining yüzünü qilib meni o'lgili qo'ying. Men o dunyoga baldiroq berib, dadangizga bosh urib, uningdan gunohimni tilay. Yiqilga bola! Boyozu, işleyeceğim! İşini aç! Boyozu, tez aç! İşleyeceğim! Boyozu, işleyeceğim! Yenghanım, apse. Mening qo'zig'im og'rimaydi-ku bu. Texchi o'lmayman ha? Yegininiz çaşkan doğrusu emas. Ems nima? Aroq ichitadigan echitqu. Ha? Chashqan doğrusu emasmi? Emas. Bay sizni çaşkan doğrusunu tepib olmasin deb, uni elib sizni aldab qo'ygan. Voy, bana apse. Bu yüzümni qattiq sep tushirayotdingiz. Siznize Boyozu. Boyozu. Can degan bek muhim. Nädim undaq o'ngay o'ltirdigan ish bo'lsin. Har qancha ish bo'lsin-u, tiriq qoladigan ishni qiling. Hükümet sizni o'ltirmiz demadi. Agar nahaq o'lib ketsingizmi, chashqan doğrusu yap o'lsangiz, sizga uval bo'lmadi. Boyozu, kim sizni o'ltirdi ekan? Yüzü var. Bıçak bile öldürmen dedi o. Lencal seni öldürmen demedi, Çoşkun'u öldürmen dedi. Çoşku ne? Xalığanca adam öldürgül bulamdı, he? Bakaram, siz o resimni saklagan takdirdi mi? Bu kanlı ketadigan iş emas. Yürü, ketimiz. Kim o? Men, kichik akamiz. Aga, buncha kechda nima ishingiz bor? Sen vazini chaqirib qo'ying. Uningga deydigan gapim bor. Ma'qul. Sen vazi. Ko'zingizni oching. Kichik akam chaqiryotdi. Sen vazi. Aga, ömür. Dadam qabristonlikqa pul ko'mib qo'yibdi. Saharli berib uni tepib kelaylik. Kim? Men. Buncha kechda nima ishing bor? Dada, apa, boya kichik akam sen vazini chaqirib, qabristonlikqa berib, pul ko'lashni deyishib qo'ydi. Ha? Nima? Ha? Bu ishga yaramazsa tap tatmasdan men ko'mgan narsani ko'lab olam ekan. Oy, sizlar nima ko'mgan? Yo'q gapni qildikanlar. Ay, bu ishga harom tamoq meni ilishtirib etdi. Ay, yo'q gapni deb yuribdiman.
xuddi rostdek. Voy. Sizlarchi pulning gap chiqsila, o'ltiramay qoldikanlar. Ha, ko'lisin. Menmo ularning ko'lishini kutib turgan. Shavyi. Sen bek aqlliq. Ha? Sen kichik akang bilan Sanvozga obdan ko'z quloq bo'l. Kunduzi o'qiyotgan tursam, qandoq ko'z quloq bo'laman? Hay, sen o'qib nima qilasan? Bizning uyda ya tamog'ing, ya kiyiming kam emas. Kun bo'yi sirt qatirab yurib nima qilasan? Men o'qiyman, ilgirlayman, inqilob qilaman. Qandoq inqilob qilasan? Inqilob degan inqilob. Bundaq desangiz qandoq bo'ladi? Ay. Sen hech nimani bilmaysan. Men qara Shavyi, ular bilan qalaymiqan aralashma. Karim yo'q. Ish qilib kun bo'yi uyga bekinib olmayman. Hey. Ha? O rastlanlı o'zgaribdi o. Ha? Burunqidek sarang bo'lavanmidi ya? Kunlarning birida mening shillamga menishi mumkin. Hamma g'alati ish Vangyoz o'g'li chetilyotidi. Buningda bir sir bor. Chengdu ozod bo'lish harpisida dushman Chengduda bizga nurg'un chatoq deb beryotidi. Yana bandit ishpiyonlarni ozod bo'lgan noilada chatoq chiqarishga o'rlashtiryotidi. Yuqoridagilar bizning mudofiini kuchaytirishimizni topiladi. Lo'yin teg'dimi? Lo atraf boshlig'ining banditlari bor. Asosliq odamlari, Gomindongning yovuz askarlari. Ulardanmi ehtiyot qilaylik. Shu topda hozirli taqqa chiqib, ularni butunlay yo'qotib kelyotdi. Leningizdagi askarlar har qaysi yezlar bo'linib ketdi. Hozirgi askar kuchimiz bak oz. Urushda ishlash bo'lmaydi. Menimcha ular parakanda qilmaslar, biz zarba bermay turaylik. Hozirgi vazifalar Lo'yin bozorining omonligini qo'g'dash. Ma'qul. Yuqori bizdan bozorda dehqonlar jamiyati qurib, zo'magar banditlarni tozalab, ijarni kamaytirishni talab qildi. Ma'qul. Yana jamiyatning raisini raykom bekitib bo'ldi. Dindonni bekitdi. Yaxshi bo'pti. Pandumchakni yana sinab ko'raylik. Ma'qul. Tashkilning o'rlashtirishiga bo'ysinaman. Lo'yin bozori tinish emas ekan. Bugungi o'q ovozi dushmanning ko'z oldimizda ekanligini tushuntiradi. Hargiz beparvolik qilmaylik. Dehqonlar jamiyati qurilsa, xalq askarlarini tashkillaymiz. Yurtdoshlar, bugun bozorlik dehqonlar jamiyati rasmiy qurildi. Sizlar tunji turkumdagi a'zolar dehqonlar jamiyatining raisligini yo'ldosh Dingdan o'taydi. Muavin raisligini yo'ldosh Lo'yi Chun bilan yo'ldosh Palla o'taydi. Vangyoz, ketsang bo'ladi. Ketsang bo'ladi. Ne gitme? Ha? Benim uyum yok. Öyle satmadım o turgum yok. Can Takırbaş'ın resmini oynasamla açığım geliyordu. Çoğunumda korkunuş var. Başkalarının yani bana avacık tepiriştin korkumu. Lekin bu yer duruyorsa bulmaydı. Benim müşeri turgum ba. Yağmurdan boğrandan korkmayma. Yani teke tamamım ba. Ham xayol qilma. Biz seni mehmon kutganda kusak bo'lamdi. Anglab qo'y. Bu degan harbiy turdiga ya, uzun tursa bo'lmaydi. Mana. Voy, ma'qul. Voy, aqli bana. Kessamla bo'ladi-ku. Mana.
Voy, Şov Yinfeng. Dada, asli siz qabristonlikdamiz, bu yerda ekansiz-da. Aslida men qabristonlikqa bormoqchi bo'lgan. Elim yaxshi apingiz, chashqan dorisini yushirib qo'yibdi-ki. Bo'lmasa hozir qabristonlikda bo'lardim. Hey, bundaq shum gaplarni demang. Yuring, uyga ketamiz. Yinfeng abisi. Men sizga havochilik deb bermay yana. Hey, nega borsiz? To'xtang. O'limtik. Appa, dada nega bordi? Nega bosim? Qarimiz bo'lmasin. Yur. Chini yoba. Mana azroq go'sht qo'rib, yana bir qachi guruch oshma. Bilasiz. Vang cho'qir, seni qo'yib berdim-a? Qo'yib berdim-o deysan-ku. Men yama ish qilmagan degan albat qo'yib berdi. Kompartiyachi sizlarga kangchilik qilyotdi. Shundoq. Nima? Tomoq yesang, pulini bermamsan. Men sana pul vermay qolamanmi? Sen burun menga qachonlarda naqd pul bergan? O degan, burun konishlar. Hozirgi kunlarda men nimani yesam naqd pul beraman. Emsa bera? Ma'qul. Yoba, mana. Hiç nima yo'q. Mana. Ko'rma, mana, qara. Shu tamaki uba keldirak. Men harbiy idora qilish komitasidan andil chiqsam, menda nadil pul bo'lsin. Nesiga gap turak, Nesidan ta'lim yo'q. Meni pul bermamdiki deb qo'rqatamsa, Keyin qanday qilishing bilan karim yo'q. Menga hozir naqd pul kerak. bo'ldi, osh yuray. To'xta. Nima deysan? Men hozir aldirash. Agar ozroq shalop berib, uni oqlatib akab bersang, sana bir vaqt tomoq beray. Hey. Unamsi yo'q o ixtiyoring, ha? Bakın. Bana tabak versene. Qanday ish olsa qilaverma. Onu begem. Etkeş götürsünüz mü? Mandak delden şıkmalısınız. Ben burun eğri işleri kılmagan degen. Voy, Van begim, bugun nim bo'ldingiz? Hey, burunlama shunday qilsangiz bo'ladi. Endi-chi, sepi o'zida dehqon bo'libsiz. Buni chaqirdim. Men menga tegidi deb tikanman. Kutilmaganda bu amal toji dingdongning bo'lib ketdi desa? Dingdongning fazilati bor. Albatta u bo'lishga loyiq. Uning Van cho'qiri bilan tili bir. Endi bildim. Men Van cho'qirni adabligan siri dingdong uningga yordam beryapti. Bo'pti. Endi uni voydat tegizib etib, to'ydirmasdan hanga ishtirib etaman. Bundaq shundoqni qilma. Siz aralashma. Ha? Maqara. Atili yig'in ichib, pomishchilar, boydehqonlarning hammani sahnaga chiqaramiz. Siz dadangizga yetkazib qo'ying. At deganda ko'proq narsa yesin. O'ri turishga maqdur ketadi. Ha?
Ma'qul. Navoda ushaq-tushak ishimga yordamlashsang, tomog'ingga men ega. Oqshimi ustallarni juplab yotqin, ha? Ma'qul, ma'qul. Hey. Ustal qattiqchimi? Hey, ustalda haraq burug'i va toza rahat uxlayman. Sening taqi chaqchaqqa raying bor ekan, ha? Chaq-chaqqa rayim bormasa qandoq yashay olayman? Qarabamsa, bir apkash shogirdaganga o'ngdulam og'rib ketyapti. Ig'ir ish qilmag'ach shunday qoldi dedigina. Men achay. Kimdi o? Voy, Van begim. Ha? Rost bu yerda ekansiz, ha? Ha, dingdon kelsan o. Nima ishdi? Ata, ommaviy yig'in ochamiz. Siz sahnaga chiqsiz. Ha? Sen chiqamdim, ha? Ha? Qara, cho'qim jang, sho'ji o'zini qutqizganini bilgachga meni aytib olibdi. Ham xiyol qilmang. Ata, siz Lilaoshan, Yanvanguan, Shichamdo hammanglar sahnaga chiqib, ommaning shikoyatini anglaysizlar. Ha? Qarag'ina, men endi hargiz qutlamaydigan o'xshayman. Kim seni jahondagi birinchi tutunbegi bo'lsin debdi. Ijara haqini kamaytayli! Banditlarni tozlayli! Azguch sinfni yo'qotayli! Aksil inqilobchilarni bostirayli! Köreş qilish yig'ini hozir boshlandi. Endi aksiyatchi Tutunbegi Van Yozini sahnaga ep chiqinglar. Aksiyatchi Tutunbegi Van Yozini yo'qtayli. Cho'pom chiqlilavshani yo'qtayli. Cho'pom chiqishayotgandoni yo'qtayli. Cho'pom chiqamagani yo'qtayli. Van Yozu! Aksil inqilobiy jinoyatingni yuvashlik bilan topshir! Men gunohkor. Men gunohkor. Men qildim. Jang sho'ji. Jo'lanjang. Mening butun mol-mulkimni Lilaoda bulab ketgan. Tutunbegi sarayini Azatlik armiyaga topshirib berdim-ku. Hozirgi gap bilan aytganda, menmi proletariat hisobnoma Van Yozo, og'zingiz kelgan deyman. Ma'qul. Men gunohkor. Men qildim. Van Cho'qir, senda cho'qim pul bor. Agar topshirmaydigan bo'lsang, biz seni aksiyatchi Tutunbegi Van Yozini yo'qotayli. Van Cho'qir, sen mol dunyolarni qayoqqa yo'shirding? Tez et! Ma'qul, aytay. Jang sho'ji, menda rostilla mol dunyo yo'q. Van Cho'qir yolg'on so'zladi. Van Cho'qirni jazolayli. Van Cho'qirni jazolayli. Hey, menda rostilla pul mol yo'q. Hatto bir yamoqmi yo'q. Van Cho'qirni jazolayli. Van Cho'qirni jazolayli. Yurtdoshlar. Bu ilgari Van Yozu menga bergan pul. Buni boshqalarni shulvag'in deyishga bo'ladi.
Bugün bunu ben hükümetke tapşırıp berey. İki eğiz gep qilishimga ruxsat qilsanglar. Van Yavzu burun nurg'un yomon ishlarni qilgan. U o'zimi o'zidan cho'ng zolim amaldorlardan dashnam yegan. Odam degan beshig'i kamligicha azobni bilmaydi ekan. Bugun Jangshuji'mi turibdi. Men pok vijdonim bilan, samimiylik bilan sizlarga bir ishni so'zlab beray. Ayni chog'da Gomindang Jangshuji'ni o'ltirmoqchi bo'lgan. Jangshuji yaxshi odam bo'lg'ashqa uni qutqizishni o'yladim. Keyin tanoq usqan qachig'i mix silib akirpadim. Jangshuji shu mix bilan qonni teshib qechib chiqqan. Shu chog'da menga Jangshuji'ni o'ltirdig'ini Wang Yawzu menga aytgan. Mixni menga Wang Yawzu bergan. Agar Wang Yawzu asirdan yordam qilmasa, Jangshuji qechib ketolmaydi. Aytganlarim rost. Agar yolg'on bo'lsa, meni chaqmoq so'qib o'lay. Mening yuzimni qilib bo'lsimi? Uning qilgan shu yaxshiligini deb bo'lsimi? Uningga qaytadan odam bo'lish fursati bersanglar. Rahbarlar bilan yurtdoshlarning yig'ilmig'i tas. Mushadil deb qo'yay. O'tgan oyning 18-i Wang Yawzu ishkimiz to'y qilamagan. Mushayning 8-i biz to'y qilamiz. Agar rahbarlar bilan yurtdoshlar bizni yaratsanlar, bizning to'yimizga qatnashib berasizlar.小个方一